Assalomu alaykum dada, yaxshi. Nevaralarim qani mana? Nimasini yaxshi ko'rasiz ularni? Ular biz uchun o'ch oladigan insonlar-ku. Yomon ko'rib o'ladim. Dada. Qanaqa o'ch? Nima bo'ldi? Muhammad Ali tish chiqibdimi deyman, kechasi bilan uxlatganiga, uxlaganimiz yo'q. Maftur, keti. Eshit. Yana bitta. Muhammad Ali tish chiqibdimi deyman, kechasi bilan uxlagani yo'q. Uxlaganimiz yo'q kechasi bilan. Bugun ishga borishim kerak. Hali boshliqqa bugun aytib topshirishim kerak. Gilamlarini so'ra qaytadi. Gilamlarimiz qani? Hamma joyi sit tashab. Bitta shirinlik olib beradigan joy emasmi, ha? Parkka olib boramiz. Yuringlar, kiyininglar, parkka olib boramiz. Keyin baqirmanglar. Baqirma, jim. Hey. Endi baqirganda hamma eshitadigan qilib baqiraylar, mana yerga sudralib yig'laylar. Yo'lga kirishinglar. Ha, yerga sudralsang ustin kirib bo'lmasligi uchun ham olib beradi-da. Ey, turinglar. Vo, baqir balar. Bu xona nima bunaqa toza? San tez o'yinchoqlarni yo'y. Sancha kraskalarni yurtisiz tashaqaymi? Uydagilarni urishsa, o'zimiz ajratib olamiz. Agar ular ursa, biz tarafga qarab qochinglar, xayrmi? Dadasi. Xonani nima qildingizlar? Qo'shiniy masalani hozir pastga tushing. Hozir Bilmasdan qilgan. Bo'lan urushi bo'lmaydi. Ha, Dadang bilan oyimcha sizlardan yoshini shirinlik yemoqchi. Asos olinda. Kerak.